Bismillahirrahmanirrahim. Voy, nima вкуснятина bu, вкусняшка-ku. Bugun sizlarga shunaqa trishkalarda qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib shokoladli muz uchun mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Musaffo brendining sut va saryog'i shirinligimizni undan ham shirinroq beradi. 3 xil sloykamiz bir xil chiqishi uchun hamma mahsulotlarni aniq grammajda o'lchash shart. Men hamma narsani o'lchab oldik. Aniq grammajlarini video tagida yozib qo'yaman. Endi jelatinni bo'ktirib olamiz. Har 10 gram jelatinga 3 qoshiq muzdek suv solib aralashtirsanglar, shunaqa tez qotib qoladi. Endi muz tayyorlaymiz. Satyennikka sut va saryog' solib, gazda saryog'ni eritib olamiz. Issiqligida ustiga shokolad solib tez aralashtiramiz. Shirinligimizning tepasi oq bo'lishi uchun oq shokoladni qildim. Qaymoq solib vinchikda yaxshilab aralashtiramiz. Qotgan jelatinimizni 20 sekund mikrovolnovkada eritib, issiqligida muzga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Muz tayyor. Molekullar formali silikon qolipimizga bitta sharik to'lguncha oq muzimizni quyib